The Fergana Valley, Uzbekistan. It lies at the Farg'ona vodiysi, O'zbekiston. Markaziy Osiyoning qoq yuragida. Vodiy islomiy jangarlikning o'chog'i hisoblanadi va 2 million aholisining katta qismi qashshoqlikda hayot kechiradi. Farg'ona O'zbekiston tarixida hamisha isyonchilarning joyi bo'lgan. U O'zbekistondagi siyosiy fazoni belgilovchi mintaqa. Menimcha, ba'zida O'zbekistonning taqdiri poytaxt Toshkentda Karimovning kabinetida emas, balki Farg'ona vodiysida hal etiladi. Not quite the secret policeman's ball. Mana bu konsert maxfiy politsiya bazmiga o'xshamaydi, ammo bu Namangandagi militsiya zobitlarining yana bir mashg'uloti. Muhammad Rasul o'zbek, ko'pchilik singari u ham Sovet ittifoqi davrida o'zlariga ikkinchi toifa odamlar sifatida muomala qilingan deb hisoblaydi. Двояко, что с одной стороны это было. Bilasizmi, o'zbeklarga nisbatan bo'lgan munosabatga ikki xil ta'rif berish mumkin. Bir tomondan baynalmillatchilik asosida rivojlanayotgan xalq, ikkinchi tomondan esa o'zbek millatiga mansub fuqarolarning haqlari poymol etilayotgandi. Uzbekistan is in the first year of its independence from the Soviet Union. O'zbekiston Sovet ittifoqidan mustaqillikning birinchi yilida. Militsiya xodimi sifatida Muhammad Rasul ruslar va rus tili ustun bo'lgan sovet elitasining bir qismi edi. Mustaqillik Rossiya hukmronligining tugashini anglatadi. Изменением обстоятельств, значит, приобретением независимости. Hozir mamlakatimiz mustaqilligining qo'lga kiritilishi va o'zbek tilining maqomi to'g'risidagi qonunning qabul qilinishi bilan respublikada o'zbek tiliga munosabat tubdan o'zgardi. 70 yil mobaynida islom diniga qarshi kurashildi. Islom ulamolari qamoqqa tashlangan, diniy adabiyotlar taqiqlangan edi. Hozir hamma joyda masjidlar, madrasalar ochilyapti. Люди ислам и литературу его сажались, значит, в тюрьмы. Ну, сейчас во всех местах открываются мечети, строятся медресе. For Rasul's younger brother, Turgin Kimsanboyev, independence has meant a new commitment. Muhammad Rasulning ukasi Turg'un Kimsanboyev uchun mustaqillik yangi islomiy majburiyatlarni ham anglatadi. 6 oy avval u o'zini Allohga bag'ishlash niyatida militsiyadagi ishidan bo'shagan. Когда Аллах сам меня повернул эту дорогу, он сам сделал хидоят, и я начал читать намази. Я начал, когда мне было 20. Allohning o'zi meni haq yo'lga hidoyat qildi. Men 27 yoshimda namoz o'qishni boshladim. Musulmon odam 12 yoshidan namoz o'qish kerak. Men Allohning oldida 15 yil qarzdorman. Inshaalloh qarz namozlarimni ham ado qilaman. Inshaalloh 1-2 yildan keyin islom Farg'ona vodiysi, O'zbekiston va butun dunyo bo'ylab yoyiladi. 1-2 yildan keyin va islom g'alaba qiladi inshaalloh. Ферганской долине будет распространяться это ислам, потом в Узбекистан, и по всему миру это будет через год и два. И победит этот ислам. Иншаллах. The combination of Islamic resurgence and overt Uzbek nationalism has produced a rapid change in atmosphere. Islomiy uyg'onish va ochiqchasiga o'zbek millatchiligi ruslar uchun butunlay boshqacha vaziyatni yuzaga keltirdi. Ruslar milliy ozchilik bo'lishlariga qaramay o'zbeklardan ko'ra ko'proq imtiyozlarga ega bo'lib kelishgan. Svetlana Petrovna Rossiyadan O'zbekistonga qarindoshiga qarash uchun kelgan. U o'zbekka turmushga chiqadi, ammo qo'shnilarining islomiy nikoh qurish haqidagi qistovlarga ko'nmagandan so'ng 1979-yilda eri uni tashlab ketadi. Shundan buyon u o'g'lini bir o'zi voyaga yetkazmoqda. O'zbeklardan do'stlari ko'p bo'lishiga qaramay, yangicha muhitda u o'zini xavfsiz his qilmayotganini aytadi. Agar qayerdadir, hatto deylik do'konda navbatda turgan paytimiz arzimagan biron gap so'z chiqadigan bo'lsa, bizga qattiq gapirishadi yoki navbatdan chiqarib yuborishadi. Bizga bor o'zingning qizil Moskvangga ket deydilar.
Shu yo'l bilan ikkinchi toifa odamligimiz yoki milliy oshilik ekanligimizni ko'rsatib qo'yishmoqchi. Bu yoqimsiz albatta. Biz bir umr ular bizga qaram deb o'ylab kelganmiz. Endi bo'lsa hammasi tubdan o'zgardi. Ular xuddi bizdan o'ch olishayotgandek. Ya'ni shuncha yil O'zbekiston Rossiyaning bosimi ostida yashab kelgandi. Endi biz bu yerda qolgan ruslardan buning uchun o'ch olishyapti. The region became Muslim in the 7th century, soon after the death of the Prophet Mintaqa Muhammad. 7-asrda Muhammad payg'ambarning o'limidan ko'p o'tmay islomni qabul qiladi. 13-asrda Chingizxon va 14-asrda Timur hukmronligi ostida bo'lgan hozirgi O'zbekiston islomiy ma'rifat o'chog'i va imperiyaning markaziga aylandi. That place was known as Turkestan. It was geographic rather than political entity. And Bu yer Turkiston deb atalgan. Bu siyosiy emas, balki jug'rofiy bir tuzilma edi. Temur imperiyasi qulagandan so'ng bu yerda turli podshohliklar yuzaga keldi. Buxoro amirligi, Xiva va Qo'qon xonliklari. 19-asr oxirigacha ular nisbatan mustaqil hayot kechirib keldilar. To Fransiya va Britaniyaning yangi mustamlakalarini qo'lga kiritayotganini ko'ra olmagan Rossiya ularni mustamlaka qilishni boshlagunicha. wanted also to get some colonies. The Russian Tsars were replaced by the Russian revolutionaries. They divided Chor podshosining o'rnini Rossiya inqilobchilari egallashdi. Ular Markaziy Osiyoni alohida hududlarga bo'lib chiqishdi. 1924-yilda O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi tashkil topdi. Они разрушали наши мечети, наши медресе, сжигали Коран. Ular dinga aloqasi bo'lgan hamma narsani taqiqladilar. Ular bizning masjidlarimiz, madrasalarimizni buzib tashladilar. Qur'on va boshqa kitoblarimizni yoqdilar. Ulamolarimizni qatl etdilar. Hatto uylarida arab imlosida oddiy kitoblarni saqlagan odamlarni ham qamoqqa tashlagan, repressiya qilganlarni men yaxshi bilaman. Их тоже сажали, репрессировали. The communists replaced Arabic script with their own Cyrillic alphabet for the Kommunistlar arab imlosini o'zlarining kiril yozuvlari bilan almashtirishdi. Ateizm joriy qilindi. Islomiy an'analar taqiqlanib, ayollarni, paranjilarni hammaning ko'zi o'ngida yoqishga undashdi. Ammo Farg'ona vodiysida kommunistlar Markaziy Osiyoning boshqa joylarida ko'rilmagan qarshilikka duch kelishdi. Vodiyning islomiy ildizlari uni yo'q qilishga izn bermadi. As a matter of fact, after the communist revolution till the middle of 30s, the Islamic law Amalda kommunist inqilobidan keyin 30-yillarning o'rtalarigacha Farg'ona vodiysining ko'pgina hududlarida sovet qonunlari emas, balki islomiy qonunlar amal qilib keldi. Sovet va islom qonunlari yonma-yon amal qilar edi. Chunki sovetlar islom bilan hisoblashishga majbur edilar. Diniy kayfiyatni jilovlash uchun Moskva rasmiy diniy idorani tashkil etib, uning boshiga o'z odamini qo'yadi. Ba'zi dindorlar yashirin faoliyatga o'tishdi. Natijada tasavvuf yoki islomdagi mistik oqim rivojlandi. Hoji Nizomov tasavvufning Qodiriylar oqimiga mansub. Hozir 60 yoshda u sufiylarning zikr amalini ado etmoqda. Mani 12 yoshimda mana shu Namanganda 73 yerda zikr bo'ladi. Mana shunaqa jomilarda, ibodat katta masjidlarda, madrasalarda bo'lardi. Shu vaqtda qatnashardik. Hatto mana shu qabristonlarga ham zikr qilib chiqardim. Taqiqlanganda ham to'xtagan emas. 45-yildan boshlab to'xtatgan emasmiz. Hech kim bir narsa deya olmagan zikr to'g'risida. 6,5 ming sahobalar shahid bo'lishgan shu yerda. Ana o'sha yerdan boshlanib kelgan zikr. Doim har juma borib qilardik o'sha yerda. Stalinning siyosati mintaqada islomni yo'q qila olmadi, ammo u Markaziy Osiyodagi ruslar va yerli aholining aralashuvini yanada murakkablashtirib yubordi. Butun boshli elatlar Sovet ittifoqining boshqa yerlaridan Markaziy Osiyoga badarg'a qilindi. Ularning ko'pchiligi Farg'ona vodiysida yerlashdi. Ba'zilar, masalan, Mesxet turklari o'zbeklardan ko'ra farovonroq yashar edilar. Iqtisodiy norozilik va etnik qutblashuv 1989-yilda Farg'onadagi o'zbeklarni mesxetlarga qarshi qayragan omillar edi. O'zbeklar o'z uylarini qizil matoqlar bilan belgilab chiqishdi. Belgilanmagan uylar esa
yoqib yuborildi. Mening amakivachchamning uyini yoqib yuborishdi. Faqat devori qoldi. Televizor, radio, hamma narsani yoqib kulga aylantirishdi. Devor va mo'ridan boshqa hech narsasi qolmadi. Khalid Bayramov 40 yildan ortiq umrguzaronlik qilgan uyini tashlab ketish uchun juda ham keksalik qiladi. Ammo 300 ming mesxet turklari Farg'onadan avval Toshkent, keyin esa Ozarbayjon va Rossiyaga yo'l oldilar. Qolayotgan mesxet turklari uchun esa hayot tahlikali va iqtisodiy kelajak har doimgidan ham yomon. Iqtisodiy kelajak ko'pchilik o'zbeklar uchun ham mavhum. Ularning 4dan 3 qismi shaharlardan tashqarida yashaydi. Qishloq aholisi asosan paxtaga tayanadigan qishloq xo'jaligi iqtisodiga qaram. Qishloq odamlari uchun mustaqillik ko'p narsa bergani yo'q. Ismoil Ismatov va ayoli 50 yil kolxozda mehnat qilishgan. Ular uchun mashaqqatli hayot hali ham davom etyapti. Men kolxozchiman. Shu 3 oy 4 oy o'sha sutiga qarab 40 so'mmi 50 so'mmi haq to'laydi bizga. Kuzgacha. Qishgacha ne to'lamaydi qishda. Ish yo'q bizda. Qiladigan ishimiz yo'q uchun to'lamaydi. O'zgarishlar naborat qimmat endi. Qimmatchilik bo'ldi. Asli o'zgarish bo'lgan yo'q. Nima bo'lsa ham musulmonchilik o'tib qoldi, yaxshi bo'ldi-yu. Endi keyinchalik o'nalib ketar deyapti. Endi biz ham endi o'nalsa kerak deymiz. Axir endi endi bilmadim, qana bo'ladi. Endi hozircha og'ir ro'zg'orlar bo'lyapti deyishyapti. Televizorlarda ko'rsatyapti. Shunaqa urushlarda yo'q, batta hal bo'lgan yo'q, naqalar tinch hozircha. Endi bundan yana narx-navolar ko'tarilib kelsa bo'lishi mumkin endi. Rosta endi bir qiyinchilik bo'lsa urushadi endi odamlar bir-biri bilan. Iqtisodlar o'tish davrini boshdan kechirar ekan, qiyinchiliklar davom etadi. Sovet ittifoqidan O'zbekistonga uncha katta sanoat qolmadi. Ko'mir, mis, oltin va uran singari xom ashyolar boshqa joylarda qayta ishlangan. Bugun O'zbekistondagi bor sanoat ham orqada qolgan va sobiq Sovet ittifoqidan tashqarida hamkorlar topishga qiynalmoqda. Mana bu zavodda harbiy elektronik protsessorlar ishlab chiqarilgan. Sovuq urush birdaniga tugab qolgach, zavod ham o'zining yorlig'ini o'zgartirishga majbur bo'lgan. Butun Markaziy Osiyoda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham Sovet ittifoqining qulashi oziq-ovqat narxlarining osmonga sapchishiga olib keldi. Hozir iqtisodi qishloq xo'jaligiga asoslangan bo'lishiga qaramasdan, O'zbekiston oziq-ovqatining katta qismini chetdan sotib olishga majbur. Ta'minotning kafolatlanmagani va narx-navoning ko'tarilib ketishi poytaxt Toshkentda talabalar qo'zg'oloniga sabab bo'ldi. Talabalar ochlik e'lon qilishlari ortidan iqtisodiy nochorlik mustaqillikdan so'ng prezident etib saylangan sobiq kommunistlar rahbari Karimov hukumatiga qarshi siyosiy norozilikka aylandi. Biz ularni keskin qoralaymiz. Chunki avval bizda Rossiyaning diktaturasi edi. Hozir esa, garchi yumshoqroq bo'lsa ham O'zbekiston diktaturasi. Poytaxt Toshkentdagi keskinlikni yumshatish uchun talabalar avtobuslarda majburan uylariga yuborildi. Ammo prezident Karimov boshchiligidagi eski kommunistlarning hokimiyatiga qarshi chiqayotganlar faqat talabalar emas. Muhammad Solih 1991-yil dekabrdagi prezident saylovlarida Karimovga qarshi nomzodini qo'ygan. U o'ziga berilgan rasmiy 12% ovozning soxtalashtirilgani va mustaqillikning demokratiya olib kelmaganini da'vo qiladi. Sobiq kommunistlar o'zlarini xalq demokratlari deb qayta nomlashdi, ammo ularning partiyasining mohiyati o'zgargani yo'q. Ya'ni u hali ham KPSS davlat partiyasi sifatida qolmoqda. Bu partiyaning barcha rahbarlari va a'zolari hokimiyat tizimlarida ishlayotgan odamlardir. Ya'ni bu partiya davlat partiyasi, siyosiy partiya emas. Boshqa guruhlar esa hozirgacha o'zlarini siyosiy partiya sifatida ro'yxatdan o'tkazishga
muvaffaq bo'lganlari yo'q va harakatlari sifatida qolishayapti. Birlik 1988-yilda tuzilgan. Uning tarafdorlari mustaqillik O'zbekistonga hech narsa bermaganini da'vo qilishadi. После того, как Karimov пришел к власти, первым делом он запретил проведение... Karimov hokimiyatga kelganidan keyin birinchi qilgan ishi miting va namoyishlarni taqiqlash bo'ldi. Menimcha u Boltiqbo'yi jumhuriyatlari tajribasi va Moskvadagi voqealar misolida miting va namoyishlar amaldagi hokimiyat uchun xavfli ekanini anglab yetgan. Biz o'z ro'znomamizni Rossiyada chop qilib, yashirin yo'llar bilan O'zbekistonga olib kelamiz va yashirincha tarqatamiz. Bularning hammasi Karimovning hech qanday demokratik o'zgarishlarni amalga oshirish niyati yo'qligini ko'rsatadi. Erk ham, birlik ham dunyoviy ko'p partiyavilik asosidagi demokratik tuzumni qo'llab-quvvatlayotgan va joriy tuzumga qarshi kurashayotgan bir paytda qudratda o'z ulushiga ega bo'lishni istayotgan uchinchi kuch ham bor. Mustaqillikdan so'ng ba'zi islomiy faollar o'z partiyalarini tuzishga harakat qila boshlashdi. Islom uyg'onish partiyasi qishloq joylardagi aholining islomiy kayfiyatlarini safarbar qilishga umid qilgan edi, ammo prezident Karimov ma'muriyati uni noqonuniy deb e'lon qildi. Xudo xolasa bizlarda Alloh Qur'onda registratsiya qilib qo'ygan. Ala inna hizballohi humul muflihun deb. Islom partiyasining maqsadi xalqqa Qur'onni tanitish, Qur'onning ichidagi Alloh insoniyat uchun yuborgan qonunlarni tanitish, insoniyat dunyoda va Allohning oldida qanday ish qilsa baxtli bo'ladi, buni Qur'on ko'rsatib bergan, Rasulullohning hayotlari, hadislari ko'rsatib bergan. Mana shu hayotni, mana shu yo'lni xalqqa yetkazishlik. Sovetlarning O'rta Osiyo va Qozog'istondagi muftiysi vazifasidan chetlatilgan edi, ammo hozirda qayta saylanmoqda. U islomiy shariat qonunlarining joriy etilishini istaydi. Har bir taqvodor musulmonning eng oliy maqsadi islom shariati qonunlari ostida yashashdir. Shuning uchun biz barcha musulmonlar shariat qonunlari ostida yashashni orzu qilamiz. Hozirda bizning birinchi galdagi vazifamiz butun mintaqadagi dindorlik darajasini Farg'ona vodiysiga tenglashtirishdan iborat. Biz shu yo'lda ish olib boryapmiz. O'zbekistonda islomiy uyg'onish boshlanarkan, boshqa musulmon davlatlar, jumladan Saudiya Arabistoni, Pokiston va Liviya masjidlar qurish uchun mablag'lar bera boshlashdi. Ammo pul musulmonlar orasida bo'linishlarga sabab bo'ldi. Chetdan hadya qilingan 1 million nusxadagi Qur'on 50 rubldan sotilgan. Islom uyg'onish partiyasi muftiyni bu mablag'larni o'zining O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari rahbari sifatida qayta saylanish uchun sarflaganlikda aybladi. Musulmonlarni Qur'onni sotib, pulini o'rniga boshqa vaqf qilamiz deyishdi. Vaholanki biz hozirgacha uni puliga mana bu masjidni qurdik yoki mana bu madrasani qurdik degan narsani hali ko'rganimiz ham yo'q, eshitganimiz ham yo'q. Shuning uchun bu narsa shariatga, dinga xilof narsa deb hisoblaymiz. Muftiy bu da'volarni rad etadi va Islom uyg'onish partiyasining o'zini noqonuniy moliyaviy harakatlarda ayblaydi. Никаких денег предвыборной кампании не было трачено. А то, что было, значит, разданы в помощь мечети, это деньги от... Ular bu gaplarni to'qib chiqarishgan. Saylovoldi kampaniyasiga hech qanday pul sarflanmagan. Masjidlarga yordam sifatida berilgan Liviya islomga da'vat tashkilotining mablag'lari haqidagi hisobot mening qo'limga tushdi. Bu hisobot O'zbekistonda ro'yxatdan o'tkazilmagan Islom uyg'onish partiyasiga 100% qarshi. Mana bu yerda bu odamlar 18 ta yirik masjid qurishgani yoziladi. Bu masjidlarda 1000 dan ortiq odam ibodat qilishi aytilgan. Har bir masjidda diniy maktab bo'lishi aytiladi. Biz qidirib birorta ham masjid yoki diniy maktabni topa olmadik. Мы, значит, искали, не нашли ни одной мечети, ни одной религиозной школы. Ikki rahbar bir-birlarini pullarini o'zlashtirishda ayblasharkan, Namanganda mahalliy hokimiyatdan sabr kosasi to'lgan faollar qonunni o'z qo'llariga olishdi. Ular islomiy qonunlarni joriy etish maqsadida islom lashkarlarini tuzdilar.
O'zini Islom armiyasi deb atovchi guruhga 24 yoshli Amirul Mo'minin Tohirjon boshchilik qiladi. Нам приказ от Бога тоже, от пророка, чтобы если такой какой-то плохо делает преступник, Bizga Alloh va payg'ambar tomonidan biron yomon ish qilayotgan odamni ko'rganda darhol to'xtatish buyurilgan. Agar kimdir islomga qarshi chiqsa, biz unga javob berishga tayyormiz. Biz davlatni Qur'on va payg'ambar alayhissalomning so'zlariga itoat qiladigan odamning boshqarishini xohlaymiz. Хотим увидеть, чтобы такой человек должен возглавлять, чтобы он должен подчиняться Qur'onu va слову пророка Muhammad alayhissalom. Vladimir Fedoshenko sobiq militsiya xodimi, u hozir noshirlik qiladi. U din asoslari, jumladan namozni o'rgatuvchi kitoblarga bo'lgan tashnalikni anglab yetgan va hozirda uning aylanma mablag'i 3 million rubldan oshib ketgan. Я выпускал книги, связанные непосредственно с практической жизнью. Men dinga e'tiqod qiladigan odamlarning hayot tarziga to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bo'lgan kitoblarni nashr etdim. Masalan, birinchi kitob Islom aqidasi odamlarga namozni qanday o'qishni o'rgatadi. Biz bu kitoblarni juda katta adadlarda chop qilamiz. Kitob tarqatuvchi tashkilotlar ularni butun O'zbekiston bo'ylab tarqatishadi. Keyin esa ular chakana savdoda o'quvchilarga sotiladi. Bu 6 yoshdan 60 yoshgacha bo'lganlarni o'z ichiga oluvchi juda katta auditoriya. Bu dinga bo'lgan qiziqishning kuchayishi bilan bog'liq. Allahu akbar. Ammo musulmon bo'lmaganlar noshirning islomiy istiqbolidan mahrum. Ular islomiy uyg'onishni tahdid deb bilishadi. O'zbekistondagi 1,700,000 ruslar siyosiy va iqtisodiy mavqelarini boy beribgina qolmasdan, hozirda o'z imperiyalar bostirib kelgan diniy madaniyat qo'rquvi ostida qolishgan. Nikolay va Lyudmila Peskovlarning xayrlashuv kechasi. Ular uchun O'zbekiston mustaqilligi o'zlari tug'ilib voyaga yetgan Farg'onadagi hayotning tugaganini anglatadi. Hozirda ular O'zbekistonni tark etayotgan minglab rus oilalari saflariga qo'shilishmoqda va Rossiya janubida yangi hayot boshlashga umid qilishyapti. Принял это решение по следующим соображениям. Во-первых, боязнь нарастающего ислама. Особенно исламского фундаментализма, который Men quyidagi sabablar tufayli ko'chishga qaror qildim. Birinchidan, islomiy kayfiyat kuchayib boryapti. Xususan Namangan shahridagi kabi islomiy aqidaparastlik ko'rinishi. Menga shaxsan hamma narsaning shosha-pisha qayta nomlanayotgani va musulmonchilik o'zaniga solinayotgani tushunarsiz. Men metrodan chiqishda bir notanish odamdan avtostansiyaga qanday boriladi deb so'radim. U men ham shu tomonga boryapman deb javob berdi. Men bo'lsam tabiiyki qayerga ketyapsiz deb savol berdim. U Namanganga uyimga qaytyapman, akamni kuzatib kelyapman dedi. Aniqrog'i u Namangan emas, Islomobodga qaytyapman dedi. Men bo'lsam kechirasiz, O'zbekistonda Islomobod degan shahar borligini bilmas ekanman dedim. U bo'lsa, nahotki bilmasangiz, bu axir Namangan-ku dedi va menga Namanganda islom qanchalik ta'sirga ega bo'lganini gapirib bera boshladi. Aynan islom aqidaparastligi. Какие сильные, как там сильно возродился ислам. И именно исламский фундаментализм. Какие могут быть чувства? Я, вы знаете, qanday his qilishim mumkin? To'g'risi, o'zimni qo'yarga joy topolmayapman. Men ishimni yo'qotyapman, uyimni yo'qotyapman. Bu yerda bizning 3 xonali yaxshigina uyimiz bor edi. U yerga 1 xonalik uyga ko'chib ketyapmiz. Bizni hamma narsaga aybdor qilishadi. Yomon yashayotganlari uchun ruslarni ayblaydilar. Axir biz ham ulardek yashayapmiz-ku. Ulardan ortiqcha joyimiz yo'q. Ularga ham qiyin, bizga ham qiyin. До конца своей жизни буду человеком с раздвоенными чувствами. Umrimning oxirigacha o'zimni ikki xil odamdek his qilsam kerak. Chunki mening yarmim shu yerda qoladi. Har qanday holatda ham. Bu mening vatanim, mening yerim. Qayerda va qanday yashashimdan qat'iy nazar, mening yarmim hamma vaqt shu yerda bo'ladi. Одна половина она будет здесь присутствовать все время. O'zbekistonni tark etayotganlar qatoriga yahudiylar ham qo'shilishdi. Toshkent aeroportida oyiga 3 ta uchoq Isroilga parvoz qiladi.
Hozirning o'zida 40 ming yahudiylar ko'ch etib bo'lishdi. Ba'zilar shunchaki paytdan foydalanib qolayotgan bo'lsa, boshqalar islomiy O'zbekistondagi kelajaklaridan qo'rqqanlar uchun ketishyapti. Felix va Nina Xarmatlar butun umr O'zbekistonda yashashgan. Безусловно, настроения изменились. С получением статуса независимости я зашла в магазин оптика. Shubhasiz mustaqillikdan keyin kayfiyatlar o'zgardi. Men ko'zoynak olish uchun qo'limda retsept bilan optika do'koniga kirdim. Tabiiyki, sotuvchiga rus tilida murojaat qildim. Chunki hali o'zbekchani o'rganganimcha yo'q. Men undan ko'zoynak gardishlarini ko'rsatishini so'radim. U bo'lsa, allaqachon o'zbek tilini o'rganishning vaqti keldi deb aytdi. Men kelasi safar albatta o'zbekchani o'rganib kelaman deyishimga qaramay, u bermayman, yo'qol deb quvib soldi. Мне дать необходимую справку, он скажет: "Бельмайман, не понимаю, вообще иди отсюда". Некоторые вещи из Корана воспринимают достаточно прямолинейно. Qur'ondagi ba'zi narsalarni jo'n tushunishadi. Bu esa ko'ngilsiz voqealarga olib keladi. Olomon ko'chaga chiqqan payt uni istagan tomonga burib yuborish mumkin. Men ana shu boshqarib bo'lmaydigan olomondan qo'rqaman. As the minorities leave, Milliy ozchiliklar O'zbekistonni tark etisharkan, ko'pchilik hukumatning diniy faollar va muxolifat guruhlarini siyosiy jarayonlardan chetlatish harakatlari salbiy voqealarga olib kelishdan xavotirda. Я думаю, что эти опасения имеют основу. Государственная политика по отношению к религии проводится так, что его можно будет контролировать. Этого делать нельзя. Menimcha bu xavotirlarda jon bor. Davlat dinni nazorat qilishga urinmoqda. Bizda ro'yxatga olingan diniy partiyalar yo'q. Islom uyg'onish partiyasi norasmiy faoliyat olib borayapti. Menimcha hukumatda dindan qancha ko'p foydalansang, u shunchalik ko'proq qudratga ega bo'ladi degan qo'rquv mavjud. Nazarimda hokimiyatda bo'lmagan barcha kuchlar dindan foydalanishmoqda. Birlik ham, erk ham, rusiy zabon aholi harakati ham, ammo men o'ylaymanki, bir kunmas bir kun buning uchun hisob berishga to'g'ri keladi. Dindorlardan qancha ko'p foydalansangiz, shuncha ko'p qarz bo'lasiz va bu qarzlarni qaytarish kerak bo'ladi. Bugun siyosatda islomning ta'siri ancha cheklangan, ammo dunyoviy demokratiya tarafdorlari hukumatning dunyoviy muxolifatni chetlatish siyosati Farg'ona vodiysidagi islomiy jangarilikning butun O'zbekiston bo'ylab yoyilishiga olib kelishdan xavotir bildirishadi. These Islamic parties may really gain more and more support. Aholi orasida bu islomiy partiyalarning tarafdorlari borgan sayin ko'payishi mumkin. Bu keyingi saylovlarda aks etishi va islomiy partiyalar muqobil nomzod taklif etishlari ehtimoli mavjud. Bu esa Karimov siyosiy karyerasining tugashini anglatadi. Menimcha, u dunyoviy muxolifatga o'zini oyoqqa qo'yishga yordam berishi kerak. Bu ikkinchi bir muqobil Karimov qo'rqayotgan islomdan ko'ra yaxshiroq muqobil bo'ladi. Bu qasidam senga xalqim, oqsutuz hurmati, erkin o'g'lingman qabul et, o'zbegim jon o'zbegim. Erkin o'g'lingman qabul et, o'zbegim jon o'zbegim.